dim ko'p odam qiziqib yaptı shu narsaga. Benzin damozni hozir injektor variant etchakmiz, karbyuratorni injektor atamiz. Mashina ichib bo'ladi, necha so'm rasxod chiqadi, hammasini. Golobkani yoniladigan yerlari bor, korobkani qo'lada chiqib qo'yadigan yerlari bor. Men kurs sifatini talab etaman, keyin narx normalniy bo'lsin. Men klient sifatida shundan xoliman. Klientimiz ham kelgan, syomkaga tushib debdi. Probekni ko'rsatib qo'yinglar, ichida yurgan mashina. Doğru, shopperdan so'ramay ochaverdik-mi? Mashina egasini topshirib qo'ydik vaqtini. Yine biz ustaxonaga keldik. Hammasini o'tirib, hisob-kitobini chiqardik. Ustanovkasi, zapchasi hamma ichida. Bunda 31 bezansizimiz bor. Ishi vajni o'zi bilan obratni klapini qo'yib bersak, u davleniya chidamaydi o'sha bankalar. Agar ekonom variantda qilinadigan bo'lsa, 1 million so'mdan 3 million so'mgacha, ya'ni o'zini hamma vajini beradi. Ya'ni karbyuratori, tramblori, o'zidan chiqqan mayda-chuyda zapchastlar, bu yerda tokerniki puli bor. Tokerniki bor, suvatchniki bor, elektrik ustanovkaniki bor, ustaniki bor, hammasi bor. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisiz, saqlayapsizmi? Aveloda yana yangilik. Bir proyekt qilamiz deb qo'ydik. Obunachilarimizni so'rovlaridan kelib chiqib, dim ko'p odam qiziqib yaptı shu narsaga. Yani damozni, benzin damozni hozir injektor variant etchakmiz, karbyuratorni injektor atamiz. Shu bo'yicha hozir bir do'stimizdan, klientimizdan mashinani olib qoldik. 8000 kilometr yurgan damoz. Endi necha bo'ladi bu narsa? Necha so'mga tushadi? Necha tartibda bo'ladi? Mashina hozirunchalik aytgandan keyin nima o'zgarishlar bo'ladi? Yana Otabek ustani o'zi qilib beryotir. Mashina ichib bo'ladi, necha so'm rasxod chiqadi, hammasini xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsangizlar, ko'rib chiqasizlar. Videoni bo'lib olamiz. Может, buyun ichida bo'lmasligi mumkin, lekin video oxirigacha ko'rsangizlar, jarayon bilan polni tanishtiramiz. Hammasi videoda aytib o'tiladi. Otabek usta, necha bo'ladi shunda hozir navodan boshlaymiz ishni? Xudo xolasa nasib etsa, bu mashinani polni yechiladigan vajani yechib, tosalardan to'kirlik ishlari bor, ularni atamiz. Ben bantriyatda o'zim metradigan golobkani yoniladigan yerlari bor, korobkani qo'lada chiqib qo'yadigan yerlari bor. Bu hamma montajlik ishlar yechib taqlanib boshlanadi. Bu yundan nasib etsa, asta-asta izimdan keyin qan ishlar ketaveradi, xudo xolasa. Endi men doğrusu klient bo'lganimda bir narsani xohlaradim. İbi qo'limdagi kilit bilan karbyuratorli damozni kilitini berib, ibi qo'limdagi qo'lim bilan injektor damozni kilitini ochib, men o'rtadagi o qiziqtirmaydi. Navo zapchasi qo'yildi, necha so'm, elektrik tokra bordimi, men kurs sifatini talab etaman, keyin narx normalniy bo'lsin. Men klient sifatida shundan xoliman. Xudo xolasa, hali shu vaqtgacha hech kim zalobati ketgani yo'q. Как положено, garantiya beriladi. Birinchi kelgan adam ham ertaga xudo xolasa norozi bo'lib ketmaydi, nasib etsa. Xudo xolasa. Yurish taraplama, kilometr berish taraplama, ertaga bugun zot berishga hech qanday gap so'z bo'lmaydi. Hamma как положено garantiyali bo'ladi. Masalan, zapchasini nodir yerida ошибка bo'ladigan bo'lsa, boshqamiz yana Avelo javob beradi. 100%. Novaj bo'lsa, muammosi zapchas tomonlama biza turib beramiz. Usta tomonlama, texnik yerlarindadir ошибка tomonlama yana usta garantiya beramiz deb o'zimiz bo'ynimizda. Vaqt ham bo'ladi, garantiyani vaqti. Bemalol haydab ko'rib, boshqatib shundan bo'ladi. Endi bu yerda klientimiz ham kelgan, syomkaga tushib debdi. Просто bir ko'rsatib bersangizlar bo'ladi. Yana ukamiz endi Arianani doğrusu va'dani beribmiz, Arianni natija. Arianni endi harakat etamiz, xudo xolasa bir akkuratni chiqishini, yana shundan damozni bir ko'rsatib beraylik, yana nima bo'lmasin. Tak. Yine karbyurator Arian'da durtturayım da görünmeyin. Bundan ko'rsatadimi? Hakikaten probekni ko'rsatib qo'yinglar, ichida yurgan mashina. Bundan ko'rsatamiz, aniq aytib kelinglar. Doğru, shopperdan so'ramay ochaverdik-mi? Mashina egasini topshirib qo'ydik vaqtini. Yana. Xudo xolasa, shu damoz ko'rsatib, haydab ko'rib, o'zlari haydab ko'radi, boshqatadi. Ana keyin bahoni bir yerlikda berasizlar. Arianni keyin video davomida gaplashamiz. Like-ni bosib turing, asirtib. Yana biz ustaxonaga keldik. Hozir yana mashinani qabul qilib oldik. Endi hozir mashina egasini, ya'ni klientga baholarni aytish uchun boshda biza hisob-kitob etdik.
Özü bu narsa bazadan necha so'm yutib turibdi, necha tip qo'yilib turibdi. Hammasini hozirgina usta o'zi YouTube'dan ko'rganlari bor ekan, boshqa yerda qilib turganlar ham ko'rgan ekan. Hammasini o'tirib hisob-kitobini chiqardik. Bu verjdan eng sifatli variantda, ya'ni Matiz'ni o'zinikining qilib o'tirganlarda $700 qo'yilib turibdi ekan. Ustanovkasi, zapchasi hamma ichida. 9 million atrofi bo'ladi-da u bahasi. $700 yurib turibdi ekan. Endi biz hozir buni Xudo xolasa boshqacha narx qilib beramiz. Endi qaranglar, bu yerda yana bir savol bo'ladi, o'zi nechga bo'ladi, nima bo'ladi? Uni yana chatib variantlarda arzonroq aytsa bo'ladi. Shuni hozirgina Otabek ustamiz tushuntirib beradi. O arzonroq variantlari bor. Bak tarafından qo'yiladigan vaziyatni qisqartirsak, masalan, bunda 31 bezansizimiz bor. Shu vajni o'zi bilan obratniy klapani qo'yib bersak, obratniy klapan ham zavodskiy shlankada bo'lmaydi. Shlankalar naqli shlanka qo'yiladi. Yani teyindan o'tgan benzinli shlankalari obishli naqli shlanka bo'ladi. Uni umri qisqa bo'ladi, ko'pa bormaydi. Hamda esa u davleniya bilan turadi usta, bilasizmi? Davleniya bilan turadi. U davleniya chidamaydi o shlankalar. Unda rasxoti chiqib turgan summadan 1 million so'masa, 1 million so'mdan 3 million so'masa kamroq bo'ladi-da. Agar ekonom variantda qilinadigan bo'lsa, 1 million so'mdan 3 million so'mgacha yana ham arzonlashishi mumkin ekanda. Endi biz hozir baholarni hisobladik. Biz u $700 qilib berjakimiz yo'q. Biz o'zimiz hammasini mehnatına loyiq baholarda hisobladik. Zapchastning o'zining narxi bor. Keyin bundan olinadigan vajan narxi bor. Bu yerda o'zini hamma vajini beradi. Ya'ni karbyuratori, tramblori, o'zidan chiqqan mayda chuda zapchastlar bor. Eng asosiysi bu yerda karbyurator bor. Keyin tramblori bor. Bizdan beriladigan vaja eng asosiy vaja kompyuterlar beriladi. Kompyuterning provodkalari beriladi. Keyin montaj simyollari bor. Shu montaj simlari bizda ham xuddi shundan ondan summasi balandroq vaj beriladi. Ish qilib hammasini hisob-kitob etdik. Ustanovkasi hamma vaji bilan 7 million so'm bo'ladigan bo'ldi. Bu yerda tokerniki puli bor, tokerniki bor, swatchniki bor, elektrik ustanovkaniki bor, ustaniki bor, hammasi bo'lib 7 million so'm chiqdi. Endi hali mashinali deganimiz yo'q. Endi vaqtdan ham kelishadigan bo'lsak, hozir 2 kun, 3 kun ichida ham qilsa bo'ladi ekan. Lekin yankini ekonom stil. Hozir menga 1 hafta vaqt ketadi ekan. Xudo xolasa 1 hafta, uzoqi 10 kun. Shuni klientimiz ham aytdik, shunchalik vaqt ketadi, doğrusu realniy deb. 2-3 kun ichida chiqarib bo'lmaydi axir, to'g'rimi? Yo'q. Birinchi o'rinda ertangi bugun mashina egasini topshirgan vaqtda ham qo'rqmay topshirish kerak. Har taraflama plyus oladi, shunda xudo xolasa. Endi siz ham bu yerda bu mashinani olib kelib boshqa ishlatib bermaysiz-ku, oldin bir mashina olingandan keyin bir mashina bilan ishlaymiz, xudo xolasa. Undan tashqari bu yerda hali ishni hali ko'ramiz. Yana argi videomizda xudo xolasa mashina chiqqandan keyingi ahvolini ko'ramiz. Undan tashqari yana Avelo do'kon bilan hamkorlikda bo'lib turibdi bu yerda, Otabekning ustaxonasi. Bu yerda biza zapchasa, o'zimiz bergan zapchasa, undan tashqari qo'yilib turgan vajani usta tomonidan bo'ladigan ошибкасы bo'lan, boshqasi bo'lan servisini mashina bitgandan keyin yana 3 oy bizani bo'ynimizda bo'ladi, to'g'rimi? Endi va'da berib turibmiz shuncha odamga. Xudo xolasa muammo bo'lmaydi. 3 oy ichida agar nodir muammo bo'lsa, ya'ni 3 oy bo'yin burun ham shu klientimizni chaqirib, mashinani yana bir qator tekshirib, ko'ngilini do'katib beramiz, muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa yechishim shu qachon narijoq ketmay, bundan keyin ham shunday bo'lmaydi. Bo'ldi. Asar rahmat, kuzatishda davom etinglar. Hali haydab ham ko'rsatamiz buni bo'lgandan keyin, to'g'rimi usta? Xudo xolasa hali videomizni davom etadi nasib etsa. Yaxshi, rahmat, sog' bo'lasizlar.